Voy o'g'il, meni birinchi uzatib olaylik, mahalla qo'y nima deydi? Opa tegingda. E'tiqod tegamanmi? Ezvordilaring bor-ku. Opam g'irt o'g'il bola. Kimdir sevib qolishi fantastika. O'shaning uchun o'zim harakat qilaman. Birinchi makiyaj qilishni o'rgatdim. Bo'lib qoldingmi? Ha. Salom. Keyin ovqat qilishni o'rgatishni boshladim. Qaynining ko'zi teringni shunaqa archadi. Keyin didli kiyintirishga harakat qildim. Voy, ana bo'larkan-ku. Opa, sirkka ishga kirmoqchimisan? Nimaga amallik-ku? Keyin bo'g'izlab uchrashuvga ham olib bordim. Tushundim, seni erga tegish niyating yo'q ekan. Ketdik opa. Yugurib zo'rabgan. Yo'q, ketdik. Saboqqa bering. Hey, endi men ham yerga tegaman. Rozi bo'ldik kuyov. Eng qiziq ishlar shunga ham ruxsat berdi. Bir kun kelib shu gaplarni eshitishimni bilardim. Faqat shu telefonim sapqab kelyapti-da. Sen yerga tegishing uchun o'zingga mos, o'zingga o'xshab sinovlarga chidamli telefon topib beraman hozir. Mana Honor X9D sinovlarga chidamli. Tushib ketishdan chidamli. Uzoq muddatli batareya. Shu telefon mendan senga to'yini. Faqat sen erga teg, iltimos. Eng keyingi farzand bo'lsang nimalar bo'ladi? Ota-onang bor paytda eng zo'ri sensan, lekin ular ishga ketishi bilan seni xo'rlashadi. Ko'ngilligi nima xolasa o'shani qilishadi. Xolasi daraxtga chiqarib yuborishadi. Kattoping o'yindan qolgan narsalarni, o'rtancha oping kattopingdan qolgan narsalarni kiyadi. Sen bo'lsa o'zingga yangi oldirasan. Qarindoshlaringdan faqat seni o'pib yalashadi. Opalaring bilan ularni bo'shimish yo'q. Mehmonlar oldida faqat senga ovqatlanish mumkin. Agar opachalaring nimadir yeb qo'ysa bormi? Kichkina bo'lishi yomon tomoni, oying opalaringga yetib ketgan ishi ham opalaring senga qildirishadi. Adem borligida hamma sen xohlagan narsani ko'radi. Lekin opalaring bilan qolsang, seni xohish fikrlaringga ikki kishilashib tupurishadi. Tug'ilgan kunlaringlar ham bir-biridan farq qiladi. Masalan, katta opingda. Qizim, oilaviy yig'ilib senga mana shu sovg'ani oldik. Mana, oy, mana ham pulga yedim. Ha, naski berishadi. O'rtancha opani tug'ilgan kunida bo'lsa, hamma jinini yoqib uxlavoradi. Seni tug'ilgan kuning bo'lsa, shohona o'tadi. Qizim, katta bo'lganda qiynalmasliging uchun senga Iskandar biznesdan mezbon loyihasidan uy oldik. Amalga 18 yoshga kirganda nima berasizlar? Erga beramiz. Ularda hozir onlayn sotuv yo'lga qo'ygan. Dunyoning любой chekkasidan turib uy sotib olishi mumkin. Hammasi oson va qonuniy. Qisqa qilib aytganda, adin oyini oldida erkatoy haqiqiy oqsuyi bo'lasan. Ikkita oping bilan bo'lganingda xizmatkor, qul, yordamchi va ular senga nima laqab qo'ysa o'shasan. Jebo